신장. Hürmetli televizor ko'rguvchilar, yaxshimisizlar? Yaxshimisilar? Bugun 2026 yili 7-oyning 31-kuni juma. Dehqonlar kalendari bo'yicha 6-oyning 18-kuni. Xabarlarimizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Bugungi xabarlarimizning muhim mazmunlari tuandikcha. Avtonom rayonlik partiya komiteti doimiy komiteti yig'in etib, boshlovchi Shi Jinpingning muhim yo'l yo'riqining ruhini o'rgandi, izchillashtirdi. Avtonom rayonning fan texnikada yangilik yaratish va kuzatishga asosan tuzatish xizmatini muhokama qilib o'rlashtirdi. Chen Shaojang yig'inga riyosatchilik qildi. Abdunum rayonlik partiya komiteti, Abdunum rayonlik xalq hukumati 1-avgust munosabati bilan hal so'rash xati avatdi. Erkin Tuniyaz Abdunum rayonlik xalq hukumatining doimiy yig'inini riyosatchilik qilib ochdi. Yig'inda nuqtaliq kasb sohalarida bexatar ishlab chiqarish bo'yicha qonunsizga zarba berish, qonunga xilofni tuzash qatorli xizmatlar muhokama qilinib o'rlashtirildi. Алдыңғы yarım yilda Şinjanның xalqaro tashyo'l transportida to'shilgan yo'lovchi va yuk ishki xonalik son bo'yicha ko'paydi. Mamlakatlik egilik tiklash musobaqasida Şinjan tarixdagi eng yaxshi natijani qo'lga keltirdi. Endi tafsiliy mazmunlarini ko'rsatamiz. Avtonom rayonlik partiya komiteti doimiy komiteti 7-oyning liniyani sho'rdab partiyaning ma'rif fanjinini umumyuzlik izchillashtirib, axloq orqali odam tarbiyalash vazifasini amaliylashtırib, sotsializmning axloqiy, aqliy, jismoniy, go'zallik, emgak jihatda atrofli yetilgan qurg'uvchilari va izbosarlarini yetishtirish. Shi Jinping yangi davr Jungoch sotsializm ideyasi orqali ruhni tavlash, odam tarbiyalashda bo'shashmay chantirib, maktablarda ideaviy siyosiy tarbiyani kuchaytirib va yaxshilab, davlat o'rtaq til yoziqidagi o'quv-o'qitishning sifatini o'stirib, unumini oshirib, yoshlar, o'smirlarga qaratilgan asosni puxtalash qurilishini cho'nqurlashtirib, o'quvchilarni partiyaning gapini anglash, partiyaga agish mengishga yetaklash. İqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning yangi vaziyatiga va har millat omasining yangi orzusiga uyg'unlashib, Şinjandagi o'qish shishidagi noposning o'zgarish yuzlanishini egilab, maktab boshqarish boyligi taqsimotini a'lolashtirib, asosiy ma'rifni a'lolashtirib, sifatini o'stirish va tampon taraqqiy qildirishni tezlatib, maktab, oila, jamiyatning o'xshash yo'nalishda kuchishiga turtki bo'lib, o'quvchilarning sog'lom o'sib yetilishi, atrofli taraqqiy qilishini ilgari surish. Ma'rifchilar ruhini avji oldirib, o'qituvchilar axloqi, o'qituvchilar istili qurilishini yanada kuchaytirib, texmo ko'p munavvar ixtisos egisini chegara rayonda yildiz tortish, xotirjam o'qituvchilik qilishga jalb qilish kerak. Boshlovchi Shi Jinpingning Chomillar ishlari xizmatiga bergan muhim yo'l yo'riqining ro'yini astoydil o'rganib izchillashtirib, partiyaning Chomillar ishlari siyosatini umumyuzlik izchillashtirib, mamlakatlik Chomillar ishlari xizmati yig'inining o'rinlashtirmasiga asosan diqqatni Şinjan xizmati umumiyatiga markazlashtirib, Chomillarga mulozimat qilish xizmatini cho'nqur yaxshi ishlab, Chomin qarindoshlarining huquq-manfaatini qonun bo'yicha qo'g'dab, chet eldagi Chomin qarindoshlar va vatanga qaytgan Chominlar oila tavallarini esil an'anaga varislik qilib, davlat muhabbatini cho'nqurlashtirib, o'zgacha afzallikini joriy qilib, texmi zo'r natijalarni namoyon qilib, Jonxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, sotsialistik zamonaviylashgan Şinjan qurish uchun qudratlik birikma kuch mujassamlashga yetaklash kerak. Yig'inda avtonom rayonning fan texnikada yangilik yaratish xizmati muhokama qilinib o'rinlashtirildi. Yig'inda monada ta'kidlandi. Yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Şinjanni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumyuzlik izchillashtirib, partiya markaziy komiteti Şinjanga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, yangilik yaratish orqali taraqqiyotga turtki bo'lish strategiyasini cho'nqur yo'lga qo'yib, fan texnika kuchlik rayoni qurilishini tez olg'a surish, yuqori iqtidorli yangilik yaratish supsini qurib yurishtirishni tezlatib, diqqatni neft, tabiiy gaz, ko'mir, yangi energiya, yangi material qatorliq sohalarga markazlashtirib, fan texnikada yangilik yaratish bilan kasbda yangilik yaratishning cho'nqur yo'g'rilishiga turtki bo'lib, oshqushliq yadroliq texnikada o'tkalga hujum qilish va fan texnika natijasini aylantirishni yanada kuchaytirib, an'anaviy kasblarning darajasini o'stirish, yangidan gullanayotgan kasblarni zo'raytish, kelajak kasblarini yetishtirishga kuchab, sun'iy aql qo'shilgan harakatini cho'nqur yo'lga qo'yib, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini sharoitga qarab rivojlantirib, o'zgacha afzal zamonaviy kasb sistemasi barpo qilish. Fan texnika bilan ma'rif hamkorlashib, odam tarbiyalash mexanizmini a'lolashtirib, fan texnika ixtisoslari qo'shonini kuchli qilib qurib, fan texnikada yangilik yaratish selinmasining unumini oshirib, fan texnika baholash islohotini cho'nqurlashtirib, yangilik yaratadigan yaxshi ekologiya barpo qilib, Şinjanning yuqori sifatli taraqqiyotiga tirak bo'lish, davlatning zo'r fan texnika strategiyasiga mulozimat qilish iqtidorini uzluksiz oshirish kerak.
Yig'inda Abdunum rayonluq 10-chi navbatlik partiya komitetining 9-chi navbatlik kuzatish ahvoli doklati anglab o'tildi. Kuzatilgan partiya tashkilotlarining tuzitishdagi asosiy gavdalik mas'uliyati partiya komiteti, partiya guruhi shujilarining birinchi javobgarlik mas'uliyati va ba'zi a'zolarining bir ish o'rnidagi qo'sh mas'uliyatini chingitib, amaliylashtirib, hozir tuzitish bilan uzoq unumlik mexanizm o'rnatishni birlashtirishda chang turib, haqiqiy qo'l silib, qiyiniga tegish qilib, gavdalik masalalarni tuzitishni chang tutib, sistemalik tuzash, manbadan tuzashni cho'nqurlashtirib, birini ko'pga tatbiqlash, qoida tuzum o'rnatishga ahamiyat berib, tuzitishni nazorat qilish salmog'ini zo'raytib, kuzatishning keyingi bosqichli xizmatlarini puxta yaxshi ishlab, iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lishni kuchli kapolatga ega qilish ta'kidlandi. Yig'inda boshqa ishlarmi muhokama qilindi. Cungo Xalq Azadlıq Armiyası qurulğanlığının 99 yıllığı kelgan paytda Abdunum rayonluq partiya komiteti və Abdunum rayonluq xalq hökuməti Abdunum rayondagi har millat xalqiga vakolatan Şinjangda turishliq Cungo Xalq Azadlıq Armiyasi, Cungo Xalq Qurolliq saqchi qismining ofitser askarlari, qismdagi mulkiy xodimlar, zapas xalq askarlari, inqilobiy qurbonlar va harbiylar oila ta'valari, harbiylikdan chekinganlar va boshqa nafiqa obyektlarga hal so'rash xati avatib, ularning bayramini tabrikladi va ulardan samimiy hal so'radi. Hal so'rash xetida mundaq deyildi. 99 yildan buyon Xalq armiyasi partiyaning mutlaq rahbarligida boshdan oxir chang'tirib, Jungo xalqi va Junxo millati bilan boshdan oxir taqdirdosh bo'lib, millatning mustaqilligi, xalqning ozodligi, davlatning beyib qudrat tepishiga o'chmas tuhfa qo'shdi. Tarix shuni to'liq isbotladiki, Xalq armiyamiz partiyaning qo'mondonligiga bo'ysunadigan, g'albalik jang qila oladigan, esin istilg'i ega qahramon armiya. Partiya va xalq tamoman ishonsa bo'ladigan qahramon armiya. Hal so'rash xetida munolar ko'rsatildi. Bu yil Jungo Kommunistik partiyasi qurilganligining 105 yilligi, 15-5 yillik yirik bilan boshlangan yil. Jungo ishchi dehqonlar qizil armiyasi uzun safar g'alabasining 90 yilligi. Shundaqla armiya qurilganligining 100 yillik kurash nishonini amalga oshirishda o'tkalga hujum qilish jangini yaxshi qiladigan ochqushliq yil. Yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining atrofiga texmizich o'yishib, Xi Jinping yangi davr jungocha sotsializm ideyasini yetakchi qilishda chang'tirib, ishkini tiklashning hal qilg'uch ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirib, 4 ongni kuchaytirib, 4 ishonchni chang'itib, Abdunum rayonunun 15-5 yıllık alaqadar yirik planları qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda Abdunum rayonining nuqtaliq sohalarda bexatar ishlab chiqarish bo'yicha qonunsizga zarba berish, qonunga xilofni tuzash xizmati loyihasi muhokama qilinib ma'qullandi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Boshlovchi Xi Jinpingning bexatar ishlab chiqarish to'g'risidagi muhim bayonlari va muhim yo'l yo'riqi, tasdiqiy yo'l yo'riqining ruhini astoydil izchillashtirib amaliylashtirib, Go'yanning o'rinlashtirmasini amaliylashtirib, bexatar ishlab chiqarishdagi turli xizmatlarni chang tutib, bexatar ishlab chiqarish sohasidagi turli qonunsiz, qonunga xilof qilmishlarni qonun bo'yicha jazolash. Bexatar ishlab chiqarishni o'tishmi nazorat qilish boshqarishni kuchaytirib, 4ni qilmaslik, 2 bevosita tekshirish usulini qattiq ijro qilib, bexatar ishlab chiqarish salohiyati yoki sharti talabni qondira olmaslik, soxtapazlik qilish, yomon niyati qonunga xiloflik qilish, qoidaga xilof tavakkulchilik bilan mashg'ulot qilishga zo'rlash qatorliq masalalarni kuchab hal qilish. Qonunsiz qon ichish, ximiyaviy buyumlarni belgilamaga xilof saqlash to'sish, o't mudofaa yo'lini to'sib olish, savdo sanoatda belgilamaga xilof mashg'ulot qilish qatorliqlarni qonun nizom bo'yicha qattiq tuzash. Ma'muriy qonun ijro qilish, jinoiy ishlar bo'yicha qonun yurgizish, intizom ijro qilishni jepslashtirib, yepuchini o'tkazib berish, lavzda turmaganlarni jazolash mexanizmidan qonun bo'yicha yaxshi foydalanib, nazorat qilish, boshqarish mas'uliyatini ado qilishda kamtuklik bo'lish, huquqidan foydalanib nafga erishish, muhofazat kunligi bo'lish qatorliq masalalarni qattiq tekshirib, nazorat qilib boshqarib, qattiq zarba berib, qattiq jazolash, hodisidanmi, mohiyatdanmi tuzashning kuchlik cho'chitish kuchini shakllantirish kerak. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Abdunum rayonluq partiya komitetining o'rinlashtirishiga asosan markaziy xizmatni cho'rdash, umumiyatga mulozimat qilishda chang turib, diqqatni iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyoti, Ipak yo'li iqtisod balvig'idagi yadroliq rayon qurilishi, xalq turmushini kapolatlantirish yaxshilash, zo'r xavf-xatarning oldini olish va uni tugutish qatorliq nuqtaliq sohalar, huquq markazlashgan, mablag' ko'jimlashgan, boylik to'plangan sohalarga markazlashtirib, iqtisodiy taftish nazoratchiligining dalligi va teshib o'tish kuchini oshirish, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish o'rganish tarbiyasiga birlashtirib, iqtisodiy taftishlikda bayqalgan masalalarni tuzitishni chang tutib, taraflarning mas'uliyatini changitib, masalalarni uzil-kesal, dal joyida tuzitishga miqiqish ro'yi orqali turtki bo'lish kerak. Yig'inda Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni ochliq kasbi va ashyo zapisi yuqori sifatli taraqqiyotining 15-5 yillik yirik plani, Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni madaniyat yodikorligi ishlari taraqqiyotining 15-5 yillik yirik plani qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Ochliq setib olish, saqlash, ta'minotni kapolatlantirish iqtidori, butun rayon oborot iqtidori,
pishiqlab aylantirish iqtidorini zo'r kuch bilan oshirib, nuqtaliq sohalardagi oshqushliq turlarini zapas saqlashni ching tutib, jiddiy ahvolga taqobil turish, ofatdan qutqizish moddiy ashyosi kapolatini yanada kuchaytirib, ochliq va ashyo zapisi bexatarligining funksiyasi texmi mukammal, kapolati texmi kuchlik, taraqqiyoti texmi imkoniyatli sijil bo'lgan sistemasini barpo qilish. Junxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni asosiy liniya qilishda ching turib, madaniyat yodikorliklari qonunchilik qurilishini mukammallashtirib, ul tadqiqotni kuchaytirib, arxeologiyalik tadqiqot va natijalarni aylantirishni cho'nqurlashtirib, Millatlar İttifaqlığı taraqqiyotini ilgari surish qonunining zo'r ahamiyati, ruhiy mohiyati va asosliq mazmuniga bo'lgan tonishni yanada cho'nqurlashtirdi. Joylarning Millatlar İttifaqlığı taraqqiyoti ishlarini ilgari surish tajribasi usullarini almashtirib va o'rganib, qonunning yuqori sifatda yo'lga qo'yilishiga umumyuzlik unumli turtki bo'ldi. Abdunum rayonlik xalq qurultiyi doimiy komitetining mudiri Zumrat Ubul yig'inga qatnashdi hamda so'z qildi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Millatlar xizmati partiya va davlat xizmatining muhim tarkibiy qismi, vatanning birligi va chegara rayonining mustahkamligiga, Millatlar İttifaqlığı va jamiyatning muqimligiga, davlatning abadiy amilligi va Junxo millatining ulug' gullanishiga munosabatlik. Ishkini tiklashning hal qilg'ish ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirish, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishga oshirish siyosiy yuksakligida turib, Millatlar İttifaqlığı taraqqiyotini ilgari surish qonunini izchillashtirish, yo'lga qo'yish mas'uliyat tuyg'usi, burish tuyg'usini kuchaytirib, qonunni o'rganish, tashviq qilish, izchillashtirish, yo'lga qo'yish xizmatini puxta yaxshi ishlab, qonunchilikning asosini puxtalash, ko'zlamani muqimlashtirish, kelgusiga naf yetkazishni kafolatlantirish rolini to'liq joriy qildirish kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Partiyaning Millatlar İttifaqlığı ishlariga bo'lgan rahbarligida boshdan oxir ching turib, Millatlar İttifaqlığı taraqqiyotini ilgari surish qonunining qonuniy o'rni va qonunchilik funksiyasini dalil egilab, Junxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni, qonunni yo'lga qo'yishning butun jarayoniga har qaysi taraflarga singdirib, millatlarning birlikda ittifoqlashib kurash qilishi, o'rtaq gullanib taraqqiy qilishiga turtki bo'lishda ching turib, Xinjiangning yerlik nizomlarini Millatlar İttifaqlığı taraqqiyotini ilgari surish qonuni bilan jepsilashtirish, yondashtirish xizmatini unumli yaxshi ishlab, qonun orqali Millatlar İttifaqlığını kafolatlantirish, har millat ommasining qonunli huquq manfaatini qo'g'dash kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Xalq qurultiyining funksiyalik rolini to'liq joriy qildirib, butkul jamiyatning Millatlar İttifaqlığı taraqqiyotini ilgari surish qonunini birgavdalashtirib o'rganishi, tashviq qilishi va izchillashtirishiga turtki bo'lish, qonunni o'rganish, tashviq qilishni kuchaytirib, xalq qurultiyi vakillari oilasi, punkti qatorliq mas'uliyatni ado qilish istehkomlariga tayinib, tashviqot tarbiyani keng qanot yaydirib, qonun ruhining hamma oilaga kirishiga turtki bo'lib, qonunni izchillashtirish, yo'lga qo'yish ideya angliqligi va harakat angliqligini uzluksiz kuchaytirish, Millatlar İttifaqlığı taraqqiyotini ilgari surishga doir yerlik nizomni tez tuzib, qonunning prinsipal belgilamasini Xinjiangning amaliyatiga uyg'un keladigan mashg'ulotchilikqa ega amaliylashtirishga bo'ladigan konkret moddalargacha inchiklashtirish, umumliq engni yanada kuchaytirib, ijro qilish iqtidorini oshirib, qonunda belgilangan mas'uliyatni astoydil ado qilib, qonunning unumli yo'lga qo'yilishiga turtki bo'lish, ko'p xil nazorat qilish shaklidan universal foydalanib, qonunni yo'lga qo'yish jarayonida saqlangan gavdalik masalalarni vaqtida bayqab va hal qilishga turtki bo'lib, millatlar ishlarini qonun bo'yicha idora qilish iqtidori saviyasini umumyuzlik o'stirib, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurishga kuch qo'shish kerak. Abdunum rayonlik partiya komiteti birliksa bo'limi qatorliq 9 o'rning vakili fikr almashtirib so'z qildi. 1-oydan 6-oygacha Xinjiangning xalqaro tashuvul transportida ko'zni qamashtiradigan natijalar qo'lga keldi. Toshilgan yo'lovchi va yuk ichki xomlik son bo'yicha ko'payib, Osiyo Yevropa oltin yo'li bo'lgan Xinjiangning to'plash tarqitishga ta'sir ko'rsatish iqtidori sijil ochdi. Алдыңғы yarım yılda Jiminay port arqılı xalqara taş yolda toşulğan yo'lovchi 54,400 adam qitim qitib, bo'ltirqi shu mezgildigidan 84% ko'paydi. Chegaradan kirgan yo'lovchilar orasida tuqqa yo'qlaydiganlar, savdogarlar, sayohatchilar asosiy salmoqni egiladi. Jiminay porti yog', yem-xashak, to'ngiltilgan yangi suv mahsuloti qatorliq 5 cho'ng turdagi tovarni import qilish va meva-ko'ktat eksport qilishda belgilangan salohiyatga ega. To'rda kech-kunduz tamojnaga oldin ma'lum qilish qatorliq 7 qolaylik tadbir yo'lga qo'yilgandan keyin xalqaro yuk avtomobilining rasmiyat bejirish vaqti 90 sekund ichiga qisqardi. Oldingi yarım yilda port orqali chegaradan kirgan chiqqan xalqaro yuk avtomobili 8053 ga, to'shilgan yuk 83800 tonnaga yetib, bo'ltirqi shu mezgildigidan 23% ko'paydi. Chegara halqagan savdo va chegara halqagan sayohatchilikning turtkisida Pamir egizligidagi Qonjira port orqali chegaradan kirgan chiqqan yo'lovchi va yuk sijil ko'paydi. Oldingi yarım yilda bu port orqali chegaradan kirgan chiqqanlar 25 ming odam qitimga, qatnash vositasi 5700 ga yetdi. 42 davlat va rayondan kelgan yo'lovchilar mushu port orqali chegaradan kirib chiqdi. Bu yil 1-oydan 6-oygacha avtonom rayon bo'yicha xalqaro tosh yo'lda to'shilgan yo'lovchi 646,700 odam qitimga yetib, bo'ltirqi shu mezgildigidan 23,6%. To'shilgan yuk 8,382,500 tonnaga yetib, 22,7% ko'paydi. Chegaradan kirgan chiqqan avtomobil 750 ming qitimdan oshdi.
Jungo Neft Tabiiy gaz guruhi Maytaq neft ximiya sanoati şirketining tarim 1 million 200 ming tonnalik etilin zavodining ikkinchi qarorliq qurilishi 7 ayning 30 kuni ishlab chiqarish tijorat bosqichiga kirdi. Tunji turkumdagi polietilin, polpiropilin qatorliq oliy ximiya sanoati mahsulotlari shu kuni to'shildi. Bu davlatimizdagi tunji butun zanjirlik yeshil tuman karbonliq etilin ishlab chiqarish qurilishi. Shundaqla dunyo bo'yicha tunji etilin parchalash pechidan chiqqan karbondan aylanma foydalanish ulgu bazasi. Bu qurilish Korli Shanxu, Charchi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayonida zavodning 11 asosliq ishlab chiqarish qurilmasining o'rnida davlatimiz o'z oldiga yaratgan texnika qo'llanildi. Buning 9'ini Jungo Neft Tabiiy gaz guruhi o'z oldiga yaratgan. Qurilishda davlatimizning uskunasi va texnikasini qo'llanish nisbati 99% ga yetdi. Karbon 4 oksid va hidrogenni to'liq yig'ib olib qayta foydalanish amalga oshdi. Etilin qurilmasi 7 ayning 15 kuni qo'zg'atilgandan buyon butun jarayonni tutashtirishga 11 kunlik ketdi. Etilin neft ximiya sanoatining onasi deb ta'riflanadi. Bir davlatning neft ximiya sanoati saviyasini o'lchaydigan muhim belgi. Bu qurilish chet elning cho'ng tipdagi poliolefin ishlab chiqarish qatorliq sohalardagi texnika monopolligini buzib tashlab, davlat ichidagi cho'ng tipdagi neft ayirish ximiya sanoati turini o'rnak olg'ili bo'ladigan o'z oldiga yangilik yaratish yo'liga ega qildi. Qurilishda yilga 900 ming tonna yuqori zirhlikdagi polietilin, 450 ming tonna polipiropilin, 100 ming tonna butadinliq kauchuk qatorliqlar ishlab chiqariladi. Kauchuk mahsuloti ishlab chiqarish iqtidori 1 million 450 ming tonnaga yetadi. Janubiy Shinjongning oliy poliolefin, birikma kauchuk qatorliq yangi material kasbidagi bo'shliq to'ldirildi. 1 avgust armiya bayrami harpisida Şinjanның har qaysi joylari armiyani himoya qilish bo'yicha hal so'rash, armiyaga naf yetkazish bo'yicha mulozimat qilish qatorliq faoliyatlarni ko'p xil shaklda o'tkazib, hukumatni himoya qilish, xalqni suyish, armiyani himoya qilish, oila tavallarga e'tibor berish, sharaflik an'anasiga varislik qilib va uni avj oldirib, Abdun rayon bo'yicha yuqoridan tuvangacha hammaylan davlat mudofaasiga ko'ngil biladigan, armiyani qizg'in suyadigan, harbiylarni hurmat qiladigan yaxshi jamiyat kayfiyati yaratdi. 1 avgust armiya bayrami arifasida quruqliq armiya 948 doktorxonasi 1 iyul ordiniga erishguchi Veydoyo va uning xotinini taklif qilib, ularning salomatligini xolis tekshirib diagnoz qo'ydi hamda salomatligini asliga keltirish bo'yicha maxsus kutunish loyihasi tuzib berdi. Veydoyo chegarani muhofazat qilish kechirmishiga birlashtirib partiya darsi so'zlab, doktorxonadagi tibbiy xodimlarning cho'nqur ma'naviy poklanishiga turtki bo'ldi. Hozir hammasi zamonaviylashdi, bo'libmi yuqori fan texnikadan bak hayron qoldim. Davomli tirishib davlatni yaxshi qo'g'dayman. Qahramonni taklif qilib ofitser askarlarga haqiqiy chegara teshining qanday bo'ladiganligini ko'rsatdik. Bu bir qitimliq ma'naviy poklanish, shundaqla armiyani qudrat toptirish nishonini amalda ko'rsatishdiki konkret harakat. Bay nahiyasi harbiylikdan chekingan 60 kishini tashkillab, tarixni o'rganish, Şinjongni tushunish, vatanni suyish temasidagi tadqiqot o'rganish amaliyot faoliyati o'tkazdi. Fukan shahri hal so'rash o'miki tashkillab, dengiz yuzidan 4000 necha metr egizlikdagi qora qurum egizligida chegarani qo'g'dayotgan ofitser askarlarga illiqlik yetkazish moddiy ashyosi olib berdi hamda ularga bayramlik baxt tiladi. Yurtdoshlarning ko'ngil bilganligidan intayin illiqlik his qildik. Bu kuyinishni askarlarni mashqlantirish, urushga hozirlik ko'rishdagi uzilmas harakatlantirgich kuchga aylantirib, vatanning g'arbiy darvosasini qat'iy yaxshi qo'g'daymiz. Şinjang nafiqi obyektlarga berilgan nafiqi puli o'lchimini uda 21 yil o'stirdi. Hamda harbiylikdan chekinganlar e'tibor kenishkisi orqali ikkini kechirim qilish, birda e'tibor berish siyosatidan bahramand bo'lishni mamlakat bo'yicha tunji bo'lib yo'lga qo'yib, e'tibor doirasini butun Şinjangdagi 1300 doimliq ommaviy qatnash liniyasi va 500 necha manzara rayoni, sayligoh qatorliqlarga kengaytdi. Butun Şinjangda armiyani himoya qilish ulgu ko'tisi maydonidan 61 ni, armiyani himoya qilish korxonasidan 1062 ni, armiyani himoya qilish do'konidan 7431 ni barpo qilib, harbiylar oila tavallariga mulozimat qilish sistemasini sijil mukammallashtirdi. Urumchi shaharlik harbiylikdan chekinganlar ishlari idorasi ko'p turlik maxsus e'tibor berish tadbiri chiqardi. Mamlakatlik yeshil aql qurilish yig'ini va tur ko'rak yig'ini 7 ayning 30 kuni Urumchida o'tkazildi. Davlatimizga fan tadqiqot o'rinlari, soha tashkilotlari, oliy maktablar hamda binokorlik, qurilish, fan texnikasi korxonalaridan kelgan 300 necha mutaxassis, olim, korxona vakili yig'inga qatnashdi. Yig'inga qatnashgan mutaxassislar yuqori sifatli turalg'i qurilishi, yeshil tuban karbonliq to'pa tosh texnikasi, AI orqali qurilishga quvvat qo'shish qatorliq 6 tadqiqot temasini cho'rdab muhokama yurgizdi, fikr almashtirdi, ilg'or texnika natijalari va amaliy tajribalarni fahrladi. Naq maydon ko'rak yig'iniga qatnashganlar Urumchi Tianjin-Fu turi qurilishining ikkinchi to'xtam bo'ligini ko'rdi. Bu Şinjongdagi egiz qavatlik imorat qurilishida yeni tipdagi aql qurilish
tayyorlash mashg'uloti to'planma supisi tunji qitim qo'llanilgan tur. An'anaviy texnologiya qo'llanganga solishtirganda bu supida aql tizginlash texnikasi orqali qurilish muddatini 30% qisqartqili bo'ladi. Ilgirki usti uchi qurilish qilish andisi hozir butunlay yepiq holatdagi zavodlashgan mashg'ulot andisiga aylandi. Bu uskuna Xinjiangning qattiq sovuq temperatura farqi cho'ng bo'lishdagi ahvoliga moslashtirib o'zgartirilgan. Tez bo'lganda 4 kunda bir qavatni bitirgili bo'ladi. Xabey өлkəsi Şinjanğa nişanlıq yardım beriş xizmətində diqqətini yardımga erişiyotgan Bingtuan 2-ci şesi Teminguan şəhərinin əməli əhvalığı mərkəzləşdirib təlküçəb, hər tərəfləmə köp qatlamlıq, kən sahəlik yardım beriş, yöləş, həmkarlaşışını sicil çoңqurlaşdırıb, Teminguan şəhərinin xalq turmuşunu yaxşılışı, iqtisadını yuqur sübətdə tərəqqi qıldırışığa sicil күш qoşdu. Şinjanğa yardım beriyotgan doktor Zhao Subin Teminguan shaharlik xalq doktorxonasining so'ngak kasalliklari bo'limida kollektivini boshlab operatsiya qilingan kasallarni tekshiryotdi. Xubey qurilish tashuvasi qarmog'idagi doktorxona odatdagi tashqi kasalliklar markazining muavin mudiri Zhao Subin 34 yillik klinikalik tajribaga ega. U diagnoz qo'yish, davolash bilan birga yetkazish, yordam berish, yetaklash mexanizmiga tayinib, bu joydagi yosh tibbiy xodimlarning kasbiy iqtidorini oshirishiga yordam berdi. Ularning texnika saviyasi tez o'syotdi. Ko'p uchraydigan odatdagi tashqi kasalliklar operatsiyalarini qila oladi. Bundan intayin xush bo'ldim. Xubey өлкәсе Şinjanğa yardım berish xizmati davomida plan ichida bo'lish, jonliq kirgizish, fidoilar Şinjanğa yardım berish, yordamga erishayotgan joyda ixtisosliklarni yetishtirish, o'mak tashkillash shaklida yordam berishdan iborat 5 brigada qilingan Şinjanğa davolash jihati yordam berish andisini ijodiy yo'lga qo'yib, 89 davolash ixtisosi egasidan o'mak tashkillab Şinjanğa yordam berdi va Şinjanğda 100 dan ortiq davolash tayanch xodimi yetishtirdi. Doktorxonadagi bo'lim, ishxona 10 nechadan 25 ga ko'paydi. 120 necha turlik yangi texnikani qanot yedirib, shaharning davolash sohasidagi ko'p turlik bo'shliqni to'ldirdi. Diagnoz qo'yish, davolash saviyamiz zo'r darajada o'sdi. Şinjanğa kasb jihatda yordam berish sohasidami o'xshashli surat tezlatilib, unum oshirildi. Xubey өлкәсе Bag'chi rayoni vositasidan foydalanib, dal joyida savdogar chaqirib mablag' jalb qilib, yetaklash iqtidori kuchlik, qo'shilma qiymati yuqori turlarni kirgizib amaliylashtirdi. O'ralma buyum ishlab chiqaradigan bu korxona mukammal mulozimat kapolati sistemasining yordamida turni amaliylashtirish, zavod uyi selish qatorli xizmatlarni tez tamomlab, ishlab chiqarish bosqichiga o'ngishli kirdi. 2023 yildan buyon Xubey өлкәсе Teminguan shahrining taraqqiyot ehtiyojiga dal joyida udilishib, 529 million yuan Şinjanğa yardım berish mablag'i ajratib, 83 turni yo'lga qo'yib, Şinjanğa kasb jihati yordam berishning boylik orqali o'zaro to'liqlaydigan, hamkorlashib o'rtaq manfaatlanadigan andisini barpo qildi. Egilik tiklab kelgusini yaratish temasidagi egilik tiklash musobaqasining mamlakatlik umumiy hal qilg'ish musobaqasi bugun Anhui өлкәсенең Xubey shahrida oyoqlashdi. Şinjan vakillar o'mikining umumiy hal qilg'ish musobaqaga kirgan 6 turning hammasi mukofotga erishib, tarixdagi eng yaxshi natija yoritildi. Bu navbatlik musobaqada egilik tiklash quvvatini qo'zg'atib, rangdor turmush yoritish boshlaymi qilindi. Fan texnika natijasi, kasb taraqqiyoti, kasbiy texnika mahorat, xalq turmushi ehtiyoji va yoshlar yangilik yoritishdan iborat 5 musobaqa bo'lagi ta'sis qilindi. Musobaqaga qatnashtirilgan 593 turning 250 umumiy hal qilg'ish musobaqaga tanlandi. Şinjan vakillar o'miga qatnashtirgan 15 turning 6si umumiy hal qilg'ish musobaqaga kirdi. Hamda 1 tur 2-chi darajalik mukofotga, 2 tur 3-chi darajalik mukofotga, 3 tur g'alaba mukofotiga erishib barliq musobaqa bo'ligini qopladi. Bu qitimliq musobaqadan tur tonishtirish, baholag'uvchilar savol so'rash, nomer qo'yishdek musobaqa andisi qo'llanildi. Markazlik mashq mazgilida kasbiy yetakchilar turni logikali xiratlash, tonishtirish, namoyon qilish, a'lolashtirish, javob berish mahoratini o'stirish, kayfiyatni tangshash qatorliq jihatlarni cho'rdab sistemalik mashqlantirib, musobaqaga qatnashtirilgan turlarning kamtukligini to'liqlab, raqobat kuchini oshirishga yordam berdi. Uningdan boshqa avtonom rayon mukammal bo'lgan musobaqadan keyingi yo'lash sistemasi barpo qilib, musobaqaga qatnashtirilgan va umumiy hal qilg'ish musobaqaga kirgan barliq turlarni maxsus yurishlik siyosat orqali qo'llab, turning amaliylashishiga kuch qo'shdi. Avtonom rayonning korxonalarga birlikda naf yetkazish, aql farosatni to'plab kelgusiga yuzlanish temasidagi o'rta kichik korxonalarga mulozimat qilish bo'yicha xizmatchi taklif qilish faoliyati bugun Urumchida o'tkazildi. Faoliyatda raqamlik aql mulozimat andisi orqali to'r bilan naq maydon bir gavdalashgan yuqori unumlik ishga o'rlashtirish mulozimat supsi hozirlandi. Bu qitimli xizmatchi taklif qilish faoliyatiga 43 a'lo sifatli o'rta kichik korxona qatnashib, texnika tadqiq qilib yoritish, ma'muriy boshqarish, bozorda setish, yangi taratqu tijorati qatorliq sohalarni qoplagan 2007 ish o'rni hozirladi. Mos kelish doirasi keng bo'lib, har xil turdagi ish izlaguvchilarga teng ahamiyat berildi. Faoliyatning eng chong o'zgarishligi AI orqali quvvat qo'shish, xizmatni aql izlash bo'ldi. Naq maydonda ko'plagan aql mulozimat rayoni ta'sis qilindi. Ko'p xil aql birgavda apparat saplandi. Xizmat izlaguvchilar tarjima holini a'lolashtirish, kasb baholash, tahliliy yuzturan
imtihoni imtihon qatorliq mulozimatlardan birla joyda bahramand bo'lib xizmat izlash iqtidorini oshira oladi. Shuning bilan birga naq maydonda savma qilib tarjimal yo'llash, ish o'rnini dal joyida moslashtirish mulozimati yo'lga qo'yildi. Şinjan'da xizmat qilish organ taraf markasiga tayinib, xizmatchi taklif qilish faoliyatining butun jarayoni Douyin, Weixin, Shipinho qatorliq supalarda bevosita ko'rsatildi. Jungo Şinjan ixtisosliklar to'g'rida maxsus xizmatchi taklif qilish sahifasi mos qadamda ta'sis qilinib, faoliyatga qatnashgan korxona hamda ish o'rni uchuri markazlik e'lon qilinib, xizmat izlaguvchilarning tez ko'rib, tarjimhol topshirishiga qulaylik yaratildi. Şinjan yaxshi joy g'ayriy moddiy madaniyat meroslari jihatda Şinjanga yordam berish bosh temasidagi 2026-yillik ko'rgazma faoliyatida yangilik uzilmadi. Xos manzira va buyum markasi o'zgacha faoliyatida joylarning g'ayriy moddiy madaniyat merosi qatoriga kirgan sarxil taomlari mujassamlandi. Har millat omisi janub va shimolning o'zgacha taomlarini yeb, an'anaviy hunar orqali Junxo munavvar an'anaviy madaniyatining o'zgacha sehriy kuchini his qildi. Bayatın aylanıp etib Fujianning g'ayri-moddiy madaniyat marosi yeməkligi Chuanju Fugosi alohida diqqatimni tortdi. Buningga qandaq material ishlatildigandu? G'ayri-moddiy madaniyat marosi varisidan bu haqda so'rab baqayli. Ichida ustritsa, quruq sadab, go'sht, kao talqini bor. Bu jamoatimizning 100 yillik an'anasi kichikimdan buni yeb cho'ng bo'lgan. Xibey Xandanning g'ayri-moddiy madaniyat marosi Guldar Moma nafis shakli bilan ko'plagan kishini jalb qildi. Varis Wang Jihui elib kelgan 7 yoshlik o'zgacha rangdor Moma faoliyatning tunji kunida setilib tugadi. Qo'limdagi bu Moma bakli o'zgachakan, Xandanning qo'y avatish urf-odatidan kelgan, vafodorlik madaniyati singdirilgan bu yemaklik 1000 yildan buyon tarqalib keldi. Wang Jihui 1000 yillik ximir haykal yasash hunariga texmi yaxshi barisi qilish uchun guldor momi yasashda yangilik yaratdi. Bu guldor momini kundalik asosliq yemaklik o'rinda iste'mol qilg'ili, madaniyat ijodiyat sovg'isi hamda tabriklash marosimlariga xos moslashtirib ishlatgani bo'ladi. Pishqan hunar va o'zgacha ideya Şinjandagi ximir haykal yasash g'ayri-moddiy madaniyat marosi varisini fikr almashtirishga jalb qildi. Uning Gullar momi yönleri ticaret endisi öğrenişimizge arziydi ekan. Şinjangning g'ayri-moddiy madaniyat maroslari hikoyasini yaxshi so'zlab, ticaret endisini texmi yaxshi taraqqiy qildiramiz. Un yemekliklari madaniyati to'g'risida Şinjangdagi ustamlar bilan fikr almashtirib, Şinjangning bug'doyida texmi chiroyli Gullar momi pishirib baqim bor. Faoliyatda 9 qachilik tamoq, samsa, shixanzi rampiysi, vanzatan qatorliq Şinjangning yerlik g'ayri-moddiy madaniyat taomlari yorqin nuqtaga aylandi. Baş temalik ko'rgazma faoliyatining yurishlik faoliyatlaridan biri bo'lgan ekranda parlagan Bingtuan g'ayri-moddiy madaniyat maroslari orqali qalblarni oziqlantirish, kino ko'rib g'ayri-moddiy madaniyat maroslaridan huzurlanish baş temalik kino qo'yish faoliyati 7-oyning 30-kuni Shixanzi ko'rgazma markazida boshlandi. Ekskursiyachilar baş temalik ko'rgazma rayonida davlatimizda ishlangan chegara muhofazachisi Ventongshu, Chang'andagi 30 ming chaqirimlik safar qatorliq munavvar kinolarni ko'ra oladi. Faoliyat 8-oyning 31-kunigacha davomlashadi. Abdunum rayonluq 15-ci növbətlik tənərkət müsabiqəsi və 11-ci növbətlik millətlər ənənəvi tənərkət müsabiqəsinin rodovçu çelişiş müsabiqəsi 7-ci ayının 30-cu günü Toqustara nahiyəsində başlandı. Müsabiqə 4 gün davamlaşdı. Ərlər rodovçu çelişiş, ayollar rodovçu çelişiş, aralaş kollektiv müsabiqədən ibarət 3 müsabiqə bölügi təsis qılındı. Həmdə mahirlərinin yaşı, bədən ağırlığı boyunca bir qancha qrupa və dərəcəyə ayrıldı. Şinjan boyunca 15 komandadakı 363 tənərkətçi müsabiqəyə qatnaşdı. Rodovçu çelişishni mashq qilayotganimga 8 yil bo'ldi. Yurtimda texmi yaxshi natijaga erishishni orzu qilaman. Ağırlıq götürüş və taekwondo müsabiqəsi 7-ci ayının 29-cu günü oңushliq axırlaşdı. Ağırlıq götürüş turida Ürümçi şəhəri, Ili oblasti, Sanju oblasti komandası, taekwondo turida Ürümçi şəhəri, Sanju oblasti, Shixanzi şəhəri komandası 1-ci, 2-ci, 3-cilikə erişdi. Yenik atletika müsabiqəsi 7-ci ayının 30-cu günü axırlaşdı. Ürümçi şəhəri, Ili oblasti və Sanju oblasti komandası 1-ci, 2-ci, 3-cilikə erişdi. Xəbərlərimiz tügüdü. Ko'rganinglarga rahmat. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. 准东行，准能行。
hörmətli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimisilar? Bugun 7 ayning 31 kuni juma, dehqonlar kalendari bo'yicha 6 ayning 18 kuni xabarlarimizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Aldı bilan muhim mazmunlarni tanıştırmız. Xi Jinping CKP Markaziy komiteti siyosiy byurosining 27 qitimliq kollektiv o'ginishida siyosiy yetakchilikni kuchaytirib, yangilik yaratib taraqqiy qilishni cho'nqurlashtirib, davlat mudofaasi va armiyani zamonaviylashtirishni yuqori sifatli alg'izlatish kerak deb ta'kidladi. Markaziy harbiy komitetining raisi Xi Jinping bir shaxsga to'kpi yezish to'g'risida umumiy buyruq imzoladi. Li Chang-go'yuanning doimiy ishlar yig'inini riyosatchilik qilib ochdi. Go'yan bilimlilik huquqini qo'llash va qo'llanish 15-5 yillik yirik planini besib tarqatdi. 15-5 yil bosh temisidagi yurishlik axborot e'lon qilish yig'inida harbiylikdan chekinganlar xizmatining yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lish to'g'risidagi axborotlar tunishtirildi. Keyingi yarim yilda davlatimiz 15-5 yillik yirik planni amaliyleştirishni cho'rdab, makrolik siyosatni amaliyleştirish unumini kuchab o'stirdi. İran Amerika armiyasining F-35 belgilik urush aeroplanini vayron qilganligini aytdi. Amerika armiyasi buni inkor qildi. Endi tafsiliy mazmunlarni ko'rsatamiz.